Piter ishdan charchab kelgach gazetani oldi. Gazetada bir e'longa ko'zi tushdi. Zuliklar bilan lecheniya qilar ekan. U juda ham uzoqroqda ekan, ammo Peterning beli og'riyotgani sababli u bundan xursand bo'ldi hamda u yerga borish uchun narsalarini oldi. Peterning baxtiga hali avtobuslar ham to'xtamagan ekan. Peter avtobusga chiqdi hamda o'sha shifoxonaning yoniga bordi. U shifoxona panjaralari oldida turar edi hamda shifoxonaga nazar soldi. U yer biroz eski hamda umuman u yerda chiroq yo'q edi. Peter bunga e'tibor bermadi hamda ichkariga borib eshikni taqillatdi. U yerdan bir hamshira chiqdi. "Keling janob, ichkariga kiring, marhamat" deb uni olib kirib ketdi. Hamda Peter kiyimlarini alishtirib bo'lib, atrofga nazar soldi. U yerda Peterdan boshqa hech kim yo'q edi. Peter bundan biroz hayron bo'ldi. O'zi yakka, o'zi yolg'iz, hamda bitta hamshira xolos. Boshqa kravatlar biroz ag'dar-to'ntar edi. Shu payt hamshira Peterning oldiga keldi hamda bir banka zulik bilan keldi. "Janob, bizning zuliklarimiz juda ham ajoyib. Endi lecheniyani boshlasak ham bo'ladi" deb qo'lidagi bankani ko'rsatdi. Hamda uning ichidan bir dona zulikni oldi. Peter kiyimlarini yechdi hamda Peterning beliga zuliklarni qo'ya boshladi. Peter zulikni qo'ygandan so'ng biroz badani yayrab, o'zini yengil his qila boshladi. Hamda Peterning ko'zi uyquga ketdi. Yarim soat vaqtdan keyin Peter ko'zini ochdi. Dahshat! Uning belidagi zuliklar shunaqangi katta, qandaydir maxluqqa aylanib ketgan edi. Peterning qonini so'rib, ular juda ham semirib ketgan edi. Peter o'rnidan turishga harakat qilardi, ammo madori yo'q edi. Uning tepasida haligi hamshira kulib turar edi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Peterning belidagi maxluqlar yanada katta, bahaybat bo'lib ketgan edi. Peter shunaqangi ozib ketgan ediki, uning bor qonini haligi zuliklar so'rib tugatgan edi. Oradan yana biroz vaqt o'tdi. Peterning holi juda ham achinarli holatga yetib keldi. Haligi maxluqlar yanada kattalashib ketdi. Haligi ayol yanada vahimali holda kulardi. Haligi maxluqlarga qandaydir ishoralar qilardi. Hamda Peter o'sha yerda vafot etdi. Maxluqlar uni yeb bitirdi. Janoblar, sizlarga lecheniya yoqdimi?